Bu videoda keyin qurilish qilayotgan akalarimiz taxtalarning narxini polностью bilib olishadi. Hurmatli akalar, qisqa video qilaman, vaqtinglarni ko'p olmayman. Faqat sizlardan bitta iltimos, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, xudo xolisa xursand bo'lamiz. Assalomu alaykum hurmatli akalar. Bu videomiz qurilish qilayotgan yoki qurilish mollari do'koni bor akalarimiz uchun juda ham manfaatli va foydali bo'ladi. Bizga yangi tovarlarimiz yetib kelgan hurmatli akalar. Yangi tovarlarni va undan keyin качественный заводской 4 metrli strapillarni, listva taxtalarni va yangi tushgan strapillarli taxtalarni men sizlarga полностью obzor qilib o'taman. Bu obzorimizda eng arzon strapillarli taxtadan boshlab 6 metrli eng qimmat strapillarli taxtagacha video bo'ladi. Hurmatli akalar, tayyor bo'lsangiz videoni boshlaymiz. Kanalimizga obuna bo'ldingiz degan umiddaman. Videoga like bosib, podpиска qilib tursana, ko'proq odamga yetib bo'lsa, ko'proq manfaatliroq bo'ladi. Xo'p, hurmatli akalar, bizga kelgan tovarlarimiz u yarimga 31, ya'ni eniga 0,5 cm, qalinligi 3,1 cm, uzunligi 4 metrli. Bu zavod bergan razmeri. Endi propuskida hurmatli akalar, 18 ga qalinligi 3,3, uzunligi 4 metrli bo'lgan strapilamiz kelgan. Hozir tushdi. Bu mana krallarimiz ham turibdi. Hozir yana bitta shalandada tushish kerak. Manada ochiq joy ko'rtgan bo'lsa, o'sha joyga biz hozir uni joylaymiz hurmatli akalar. Xo'p, qarang. Bu taxtamiz razmerini aytib o'tdim. Propuska 18 ga 33, uzunligi 4 metrli bo'ladi. Toza birinchi sort qarag'ay taxta bo'ladi hurmatli akalar. Xo'p, hozirgi paytda bunaqa sifatdagi va bunaqa qarag'ay sortdagi taxtani, birinchi sortdagi taxtani juda ham ko'pchilik bozorlarda ham 60 ming, 62 ming sotishgan taxtamizni bizda necha pul deb o'ylaysizlar? Agar hozir men aytadigan narx sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, hammaga reklama qilib, maslahat berasizlar hurmatli akalar. Xo'p, 4 metrli, sifatli, birinchi sort sasna, ya'ni qarag'ay 18 ga 33 chiqadigan 4 metrli strapilamizning narxi 56.500 so'mdan. Hurmatli akalar, bunaqa narx butun O'zbekiston bo'yicha bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Chunki bunaqa arzon kачествоda, bunaqa arzon narxda, zo'r kачестводagi taxta bunaqa narxda hozircha yo'q, meni o'ylashim bo'yicha. Hurmatli akalar, bu tomonda 11 ga 32 razmerda kelgan, 11,5 ga 3,4, ya'ni 3,5-3,4 ko'rsatadigan strapilamiz pachkali holatda. Bu ham mana bunga o'xshab sifati juda ham chiroyli, lekin bu suxoy taxta. Mana uni o'zigina xo'li bor. Bu xo'li u hech narsa qilmaydi, yana o'ylamani u xo'l taxtani berdi deb. Xo'p, hurmatli akalar, mana bu narsa suxoy zavodniki. Buni hurmatli akalar, ozgina narxiga qayishmasdan tas olaveradigan akalarimiz uchun olib keltirganmiz. Bu ham shunaqa narsa, lekin mana shunani kачественныйsini beradigan. Mana bu arzoni, bu qimmati, buni kelgan razmerda farqi bor xolos hurmatli akalar. Buni narxini hurmatli akalar 60.500 so'mdan qilib berganmiz. Kimga kerak bo'lsa nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Bu ham sasna, birinchi sort taxta, pachkali taxta, sifati zo'r taxta. Bu ham shunaqa narsa. Buni kelgan razmeri 15 ga 31 bo'lgani uchun narxi arzonroq chiqadi. Buniki 11 ga 32 bo'lgani uchun narxi qimmatroq chiqadi. Boshqa farqi, raziyasi yo'q hurmatli akalar. Bag'da ham xuddi shu ko'rsatib o'tgan 56,5 ming so'mlik strapillarli taxtamiz. Sifati men bularni полностью sizlarga ko'rsatadigan bo'lsam, bu biza yakka yagona arramiz va bunda biz juda ham zo'r ishlarni qilamiz. Xo'p, hurmatli akalar, yo'llarda ham juda ham chiroyli. Mana yon tomonlari, ya'ni garbil abzul umuman yo'q. Buni bitta ko'rishda bilsa bo'ladi. Orqa tomoni ham hurmatli akalar, mana orqa tomoniga ham sizlarga o'tib ko'rsataman. Orqa tomoni ham juda ham zo'r. Bir xilda tilingan garbil abzul yo'q. Oldi qanaqangi tekislikda bo'lsa, orqasi ham shunaqangi zo'r tekislikda kelgan taxtamiz. Hurmatli akalar, agar strapil qilayotgan bo'lsani, ya'ni tom yopitgan bo'lsani, qaydan taxta xarid qilishni mana endi bilib oldinglar. Endi sizlar ko'rgan yaxshi качественный taxtalarni yaqinlaringizga ham ulashib qo'yishni esingizdan chiqarmaysizlar degan umiddaman. Xo'p, endi mana bu taxtamiz. Hurmatli akalar, bu taxtamiz listva. Listva taxtani listva taxtani juda ko'pchilik biladi. Listva taxta bu eng baquvvat, eng sifatli, eng zich yog'och bo'ladi.
Buni biz strapilga ishlatsa bo'ladigan razmerini olib kelganmiz. Buni ko'pchilik Tucson ga lagaga ishlatadi va strapilga ham ishlatsa bo'ladigan razmerini olib kelganmiz. Razmeri 17 ga qalinligi 32, ya'ni 3 milli kam 11 ga qalinligi 32. Sifati juda ham chiroyli, to'rqira. Buni u tomondan ko'rishcha hozircha iloji yo'q, beda polностью taxtalar bilan yopib qo'yganmiz. Sifati juda ham chiroyli, narx vachi shkalan, hurmatli akalar. Endi qarani. Men sizlarga eng arzon deb strapil ko'rsatdim, qarag'ay strapil ko'rsatdim, eng qimmatini ko'rsatdim. Endi bu arzondan ham arzonroq. Hurmatli akalar. 56 ming strapil, 60 ming 500 so'm strapil. Endi buni necha pulga o'ylaysizlar? Xo'p, taxmin qilib ko'ringlar. 3 sekund vaqt taxmin qilishingiz uchun 52,5 ming so'mdan qilib beraman. Qalay? Narxi zo'rmi? Endi bunaqa zo'r, arzon taxtalarni ko'rganingizdan keyin endi qanaqa qilib podpisatsiya qilmasa, like bosmasa bo'ladi, mana menga aytinglar. Xo'p, hurmatli akalar, videomiz sizlarga manfaatli va foydali bo'ldi degan umiddamiz. Narx-navoz haqida bir qator aytib o'tdi, lekin bu hali полностью video degan emas. Hali men sizlarga mana bu tomonda tushirgan 6 metrli strapilali taxtamizni ham ko'rsatib o'taman. Hozir o'sha mashinalarimiz kelibdi. Vaqtingizni ko'p olmadim degan umiddaman. O'sha va'daga muvofiq qisqa video qildim. Menimcha manfaatli qildim. Agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, hali ham kechmas, obuna bo'lib qo'ying. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz like bosinglar, podдержка qilinglar. Bundan ham zo'r kачестводagi taxtalarni chiqaramiz, xudo xolasa. Kimga qanaqa razmerdagi taxtalar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Asl taxta skeletimizda ko'rishguncha xayr hammaga.